Hello YouTube'lar, sizlar bilan men Asar. Bugungi videomizda biz Minecraft'da survival o'ynaymiz va o'yinimiz davomida esa bizning maqsadimiz olmos topish bo'ladi. O'tgan video chiqargan edim, ammo bunisi esa yangisi bo'ladi. Xullas do'stlar, videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa videoni boshlaymiz. Некрасиво. Короче, do'stlar, bizga birinchi o'rinda kerak bo'ladi daraxtlar. Xo'sh, bizga 4 ta daraxt kerak bo'ladi. Biz esa crafting table orqali o'zimizga kirga yasab olamiz va biz kirga orqali toshga aylanamiz. Videolarimiz Bedrock'da ham, Java'da ham chiqib turadi. Shuning uchun videolarimizni kuzatib boring va kanalga esa obuna bo'lib qo'ying. Xullas do'stlar, biz mana toshlar bilan ham yaxshigina kuchayib oldik. Endi esa biz toshli bolta bilan ko'proq daraxtlarni tezroq kavlashimiz mumkin. Bizga 10 ta yog'och ham yetadi. Bizga esa endi asosiysi ovqat kerak. Taomlanishda esa birinchi o'rin sendan boshlaymiz, jo'jaboy. Mana do'stlar, biz o'zimizga yetarli darajada ovqatlar to'plab oldik va bahonada esa shaxta ham topdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi esa biz kirka bilan o'zimizga kerakli barcha narsalarni kovlab olamiz. Xo'sh, biz o'zimizga hozircha chiroq yasashimiz mumkin. Va chiroq yordamida biz mana bunday qilishimiz mumkin. Hozircha bizda yaxshi narsalar yo'q. Va temir topildi. Biz do'stlar, Minecraftda ham yaxshigina kuchayib oldik. Juda ko'p shaxta kavladim, mana ko'rib turganingizdek, lekin afsuski bitta ham olmos chiqmadi. Ana endi esa maqsadimiz mana shu orqada turgan baland tog'larni zabt etish, ularning tagini kavlab chiqish va u yerdan esa olmos topish. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu tog'larni tagidan kavlab chiqamiz. A few moments later. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, shaxtaga ham yetib keldik. Mana do'stlar, sandığımizga ham ancha toshlarimizni o'tkazib oldik va inventarimizni bo'shatib oldik.
Yo, what the fuck do'stlar? Nima bu? Va nihoyat shuncha mehnat va natija. Xullas do'stlar, mana biz olmosga ham ega bo'ldik. Mana do'stlar, olmoslarimiz bizni. Iltimos, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa yangi videolar chiqarishimizga yordam bo'ladi. Kommentlarda esa o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Shu bilan esa videolarimiz tugadi. Ha, aytgancha, Telegram sahifalarimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Ularning silkasi esa kommentariyalarda yoziladi. Xullas, hammaga xayr, sog' salomat, tinch bo'ling. Xayr do'stlar. Sizlar bilan The Aster bo'ldi.